Bismillahirrahmanirrahim. İslamda halal ve haram. 4. bab. 3. Köngül etiş ve aram elişte. İslam emeli dindir. Bu xiyal asmında uçup yürümesden insan bilen bille hakikat ve emniyet zımınıga destek durdu. Bu insanlara kanatlık verişlerine muamele kılandık emas, belki yet içip koçalarda menip yurduğan adamzatlık muamele kılıdı. Şunun için insanların barlıq sözlerinin zikir, jim turuşunun tefekkür, anlaşının Kur'an hamda vaqt ötküzdiğin yerlerinin mesut buluşunu farz kılıp belgelemedi, yoki şundaq boludu dep farz qilmadi. Ularning insonlikni hamda ulardagi Allah yaratgan tabiat va muayillikni e'tirof qildi. Chunki ulug' Allah ularni yeb ichadigan qilib yaratgandekla, xush bo'ladigan, o'ynab kuladigan qilib yaratgan. Arlap. Peygamber aleyhisselamның bazı sahabeleri manevi yükseliş cihetinin şundaq yuqori bir darajaga yetgan ediki, ular nahayet astadil ve üzüldürme ibadet bilen şog'ullanishimiz kerak. Hayotdagi ve dünyadagi barliq noz ne'mat, huzur halovatda yuz o'rib, faqat o'yin tomosha qilib ko'ngil ochmay, butun o'y fikrimiz bilan oxiratga yuzlanishimiz kerak deb o'ylagan. Bu vaqtda ulug' sahoba Hazrati Anzala al-Husaydi radhiyallohu anhuning so'zlariga quloq solaylik. Peygamber aleyhisselamның katiplerinden biri bolgan bu sahabe mundaq deydi. Hazreti Abu Bekri maň uçrap, "Qandaq ahwalyň ey Anzala?" dep sorady. "Men Anzala munafik boldy" dedim. "O subhanallah, nima da'watsan?" dedi. Biz Peygamber aleyhisselamның qışida bolganymyzda bizge cennet bilen dozaqny xuddi gözümüz bilen görgendek esletdi. Lekin Peygamber aleyhisselamның ýanydan şundaq çykyşymyz bilenla otun bala çaqa, mal dünyalar arkalyk köňül etiş bilen bolup gitimizde anlaganlarımızdan köp kısmını unutup kalamiz dedim. Ebu Bekri Allah bilen qasamki bizim şundaq qılamiz dedi. Hazreti Anzala mundaq deydi. Şundaq qılıp Ebu Bekri bilen billa Peygamber aleyhisselamның qışığı kirdik. Men ey Rasulullah, Anzala munafik boldy dedim. Bunu anlap Peygamber aleyhisselam nima boldy dep soradı. Men ey Allah'ın Resulü, biz senin qışıngda çağda cennet bilen dozaqny xuddi gözümüz bilen görgendek esletsen, senin qışıngda inip çıqqanda Otun bala çakıllarımız bilen oynayışıp, işi vaktimiz bilen bulup gitimiz. Anlaganlarımızdan köpünçüsünü unutup gitimiz dedim. Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Cenim ilkide bolgan Allah bilen qasamki, sizler menin qışımdaki ve zikir esnasındaki altınlardaki davamlaşıdığan bolsanlar, yataqlarınlarda, yatqınınlarda ve yollarınlarda, mangınınlarda periştiler tebriklep, sizler bilen görüşken bolattı. Lekin, ey Anzala, arlap, degen bu sözünü 3 kıtım tekrarladı. Peygamber ve insançılık. Peygamber aleyhisselamның hayatı mükemmel bir insani hayat için en güzel örnekidir. Bu Peygamber aleyhisselam özü yalğız bolgan çağlarda iki putu işip ketken kadar uzun namaz okup yığlaydı. Akşam turuşta Allah'tan başkası perva kılmaydı. Lekin turmuş ve kişiler bilen bolganda obdan narsalarni yaqtıradigan, uçukçay bulup tebessüm kıladigan, oynayışıp çaqçaq kıladigan, amma çaqçıqıdımı aqdan başqan demeydigan insan edi. Peygamber aleyhisselam xuşallıqni ve xuşallık keltiradigan narsalarni yaxshi ko'ratdi. G'am qayg'uni ve g'am qayg'u keltiradigan qarizni, bearamchilikni yomon ko'ratdi. Uning zihni haqida Allohdan panoh tilab bundoq deydi. Ey Allah, men sening noming bilan g'am qayg'uni panoh tilayman. Peygamber aleyhisselamның çaqçaqlari haqida bundoq rivoyat qilinadi. Bir qari ayol kelib, "Ey Rasulullah, meni jannatga kirgizish uchun Allohga duo qilgan" dedi. Peygamber aleyhisselam o ayolga, "Ey falani xonim, jannatga qari ayol kirmaydi" dedi. Qari ayol jannatga kirmaydiganman deb ko'ngli yerim bo'ldi va yig'ladi. Peygamber aleyhisselam buni ko'rib, o'zining demoqchi bo'lgan maqsadini tushuntirib, qari ayolning jannatga hargizmi qarilik holatida kirmaydiganligini, balki Alloh uni qaytadan yosh qiz qilib yaratadiganligini, şuna cennetke yaş kılacak vaat fikirdalıkını etti, hem de o ayolga Allah'ın bu sözünü okup verdi. Şüphesiz ki biz örlerini yanıdan şundaq yarattık ki, ularını kızlar kıldık, erlerge amrap tanış kıldık. Kalipler zerikidi. Peygamber aleyhisselamның pak sahabelerimi şundaq edi. Oynap gülüp kızıqçılık kılışattı. Bu ularning nefsinin haqqını tunuğanlıqıdan, insan tabiatiga layık iş qılğanlıqıdan, köngülni öz yolda aram aldırğandılar, ciddi işlerinin uzun yolunu dalmaştırığı bolduğanlıqını yaxşı düşüngenlikinden idi. Hazreti Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mundaq deydi. Bedeller erip dalğanda qalblarimiz zerikidi. Şuna hikmet bilen iş qılыңlar. Yana mundaq deydi. Qalblarni pat aram aldırıp durunglar. Çünkü qalbga besim qılınsa qarığı bolup qaladı. Hazreti Abu Darda radiyallahu anhu mundaq deydi. Aqga texim bekrak gardan buluş üçün azraq oyun tamasha bilan ko'nglimni aram aldiraman.
Demek musulmon kishi ko'nglini ochadigan narsa bilan chaqchaq qilib qiziqchilik qilsa, o'zining va hamsuhbatlarining ko'nglilarini halol o'yin tomosha bilan ochsa bo'ladi. Lekin buni hamisha qiladigan majburiyatni tashlab qo'yib, jiddiy paytlarda chaqchaq qilaveradigan bir odatga va qo'yga aylantirib olmaslik kerak. Shunga bundaq deyilgan. So'zingdagi chaqchaq tamoqqa to'silganchilik bo'lsin. Shundaqla musulmon kishi boshqalarning qadr-qimmati, izzat-hurmatini o'yin chaqchaq va qiziqchilik urug'chi qilib olsa bo'lmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey iymon etganlar, biz bir qavm yana bir qavm masxir qilmasin. Masxir qilganlar masxir qilg'uchilarni yiroq qo'yishiga mumkin. Shuning bilan birga kuldirish uchun yolg'on so'zlaydigan bo'lib olsin bo'lmaydi." Payg'ambar alayhissalom buningdan ogohlantirib mundaq deydi: "Kishilarni kuldirish uchun yolg'on so'zlaydigan odamning holiga voy, uning holiga voy, uning holiga voy." O'yin tomoshalardan misollar. O'yin tomoshaning turlari ko'pdir. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarning ortiqcha chiqarish va zerikish besimini chiqarib tashlash uchun turli o'yin tomoshalarni yo'l qo'ygan bo'lib, ayni vaqtda bu o'yin tomoshalar ularning ko'ngillarini ibodat va vazifalarni texim tetik va texim kuchli iroda bilan o'rnashga tayyorlash bilan birga ularni bu o'yin tomoshalar orqali sog'lom bo'lish uchun chiniqtirib, Alloh yo'lida jihad qilishga tayyorlaydi. Ularning ba'zilari tuvandagilardir. Yugurish musobaqasi. Sahabeler yugurib musobaqalashadi. Payg'ambar alayhissalom buningga yo'l qo'yadi. Hazrati Salama ibn Akva radhiyallohu anhu yuguradiganlarning biri edi. Payg'ambar alayhissalomning ayoli Hazrati Oisha radhiyallohu anhaning ko'nglini echish va sahabelarga o'rnak bo'lish uchun uning bilan yugurib musobaqalashadi. Hazrati Oisha Payg'ambar alayhissalom men bilan yugurishni boshlashgan edi. Men yengdim. Keyin samirib qolgan chig'imda boshlashsam meni yengib oldi degan va orqadan o'tganki bilan tanglashdik degan. Çelişiş. Peygamber aleyhisselam kuch döngürlükten nam çıkargan Rukane isimli bir çelişiş palvan bilen çelişip, onu bir neçe qitim yerge yıkıtkan. Yeni bir rivayetke asasen, bu adam qattiq bulup Peygamber aleyhisselamdan çelişkanda bir qo'ydin degan. Peygamber aleyhisselam onu yıkıtkanda o yana bir qo'yga qayta çelişaydi degan. Peygamber aleyhisselam onu ikkinchi qitim yıkıtkanda o yana bir qatim çelişaydi degan. Shundoq qilib Peygamber aleyhisselam onu uchinchi qatim yıkıtkanda o uydagilarga nima derman? Birini bo'ri yeb ketdi derman, yana birisi yutib ketdi derman, uchinchisiga nima derman deganda Payg'ambar alayhissalom uningga biz seni yiqitganning ustiga qo'yib o'tirmaymiz, qo'ylaringni ol degan. Fiqh olimlari bu hadislardan yugurish musobaqasining yo'lliq ekanligini kelib chiqqan. Musobaqa xos erlar aslida bo'lsin yoki mahram va o'z ayollar bilan bo'lsin o'xshash. Bu hadislardan yana musobaqalashish va chelishishning mo'jizlik, ilm, sharaf va fazilat qatorliq aloyiqlarga zid kelmaydiganligini kelib chiqqan. Çünkü Hazreti Ayşe bilen eşleşkende Peygamber Aleyhisselam'ın yaşı 50'den altıgan idi. Mergellik. Allah oyun tamaşalarının yanı biri okuya ve neyze etip oynaştır. Peygamber Aleyhisselam mergellik sorulardan ötkende sahabelerge ettinler. Men sizler tarafta deydi. Peygamber Aleyhisselam mergellikni faqatla bir oyun yoki bir heves emas, belki Allah Taala tayyorlash buyurgan kuchning bir turi deb qaragan. Allah Taala mundaq deydi: "Düşmanlaringlar uchun qo'linglardan kelishicha kuch va jang et tayyorlanglar." Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda mundaq degan: "Diqqat qilinglar, kuch o'q etishdir, kuch o'q etishdir, kuch o'q etishdir." Yana mundaq degan: "O'q etinglar, chunki u sizlarning o'yinlaringlarning eng yaxshisidir." Lekin Payg'ambar alayhissalom merganlik mashg'ulot jonliq narsalarni qarg'ilib etib o'ynashdan qattiq ogohlantirgan. Burun jahiliyatda shunday qilishadi. Hazreti Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma birbilik kişilerinin şunday qilib görüp bundaq degan. Peygamber aleyhisselam canlıq narsani qarg'a ilib etib o'ynaganlarga la'nat qilgan. Bundaq qilganlarning la'natlash sababi uningda malni zoya qilishdan boshqa hayvonlarni azoblash va ularni o'ldirish bo'lganligidir. Shunga kishilarning o'yin tomoshalari boshqalarni azoblash bilan bo'lmasligi kerak. Mana bu sebepten Peygamber aleyhisselam hayvonlarni bir-biri bilan so'qishtirishni cheklagan. Burun cahiliyet devridagi Araplarning ba'zilari ikki qo'chqor yoki ikki o'kizni o'lgucha yoki ig'ir yaralanuvchi so'qishtirib o'ynab tomosha ko'rsatdi. Olimlar mundaq deydi: hayvon so'qishtirishning cheklanishi uningda tomosha qilishdan boshqa hech qanday foydasi yo'q bir ishda hayvonni qiynab mag'dursizlantirish bo'lganligi uchundir. Neyzavozlik o'yini. Neyzavozlik o'yinimi merganlik o'yini o'xshaydi. Payg'ambar alayhissalom o'z masjidida habashistliklarga neyza o'yini o'ynashga yo'l qo'yib, ayoli Hazrati Ayshani ularning o'yinini ko'rgili qo'ygan. Endi ularni qiziqtirgan holda Habashista yigitlari, "Qani no'chiliginglarni ko'rsatinglar" degan. Hazrati Ömerning tabiati keskin bo'lg'achqa, ularning o'yinini toza yoqtirmay, ularni to'smoqchi bo'lganda Payg'ambar alayhissalom uni to'sib qo'ymagan. Hadisda mundaq kelgan: Habashistaliklar neyzalar bilan Payg'ambar alayhissalomning oldida o'ynayotganda Hazrati Ömer kelib keldida,
Kirib keldida yerdan çalmaylıp ularga atqanda Peygamber aleyhisselam onunğa "Ey Ömer, ularni o'ynog'li qo'ygan" dedi. Peygamber aleyhisselamning masjid ichida bundaq o'yinlarga yo'l qo'yishi intayin oliyjanob, keng qo'rsaqliqdan bo'lgan bo'lib, bu masjidning din bilan dunyoni jo'g'laydigan ham jiddiy paytlarda, ham o'yin paytlarida musulmonlarning uchrashish markazi ekanligining isbotidir. Biroq bu masjidda o'ynalgan o'yin hech qanday ma'nisiz bir o'yin bo'lmasdan, balki u ham o'yin, ham tantarbiya, ham mashqdir. Olimlar bu hadisga asosan mundaq degan: masjid musulmonlar jamoatiga munosabatli ishlarning o'rnidir. Shunga islom va musulmonlarning manfaatiga bog'liq har qanday ishni masjid qilsa bo'ladi. Keyingi asrlardagi musulmonlar qandoq bo'lib masjidlarning kuch va harakatlanish rivojidan qo'rqib qolib, ko'pincha ahvollarda bekor talablarning o'sib aylanib qolganligining sababini o'zaro tekshirib chiqish kerak. Bu hadis yana ayollarga qandoq muomala qilish, ularning ko'nglini mushundaq halol o'yin tomosha bilan etish haqida muhim bir ko'rsatmadir. Peygamber aleyhisselamның ayoli Hazreti Ayşe radıyallahu anha mundaq deydi: "Men nebestliklarning o'yinini ko'rib, taki zerikib bo'ldi deganga qadar Peygamber aleyhisselam to'ni bilan meni yo'gab turdi. Shunga o'yin tomosha qilgan yosh qizlarning tabiatiga qarab ish qilinglar." Hazreti Ayşe radıyallahu anha yana mundaq deydi: "Peygamber aleyhisselamның uyida qiz do'stlarim bilan qo'lchoq o'ynaydim. Peygamber aleyhisselam uyga kirib qolsa, adashlarim uning hayotini ayminib yukvolatdi. Peygamber aleyhisselam ularni yukvolgan yerlardan chiqarib, men bilan o'ynab qo'yatdi." Chavandozlik o'yinlari. Chavandozlik tanni kuchlantiradigan, chaqqonlikni, ot minish va boshqa ish mahoratini yetildiradigan, qaysarlik, mardlik va o'ziga ishonch qilishga bevosita munosabatlik bir xil tantarbiya ham o'yin bo'lganligi uchun yana bir tarafdan Alloh yo'lida jihad qilishga, din, vatan va millatni qo'llash uchun kuch chiqarishga ketarlik mashq bo'lg'achqa, islom uning targ'ib va tashviq qilgan va uning qadrini ko'targan. Alloh taolo mundaq deydi: "Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi, jang etib tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmanlaringlarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar." Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Otlarning peshonasiga yaxshilik tutilgan." Yana mundaq degan: "O'q etinglar, ot choptiringlar." Otlar dunyo hayotining bir ziynati. Alloh taolo mundaq deydi: "Alloh otni, qashirni va eshakni minishinglar uchun va ziynat uchun yaratdi." Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: "Allohni yod etish bo'lmagan har qanday ish ma'nisizdir. Lekin tövendagi 4 xislat buning sirtida: o'q etishni mashq qilish, etini chiniqtirish, ayoli bilan o'ynashish va suv uzishni o'rganish." Hazrat Ömerning o'g'li Abdullohning aytishicha, Payg'ambar alayhissalom ot musobaqasi o'tkazib, birinchi bo'lganni mukofotlagan. Bu Payg'ambar alayhissalomning musobaqaga qiziqtirganligidir. Chunki u ham ko'ngil ochish, ham tantarbiya, ham mashqdan iborat. Hazreti Anas radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselam zamanında qo'l bog'lashamtinglar, Peygamber aleyhisselam qo'l bog'lashamdi deb so'raganda, u Alloh bilan qasamki, u Sabha nomli bir otga qo'l bog'lashgan edi. U ot birinchi bo'ldi. Peygamber aleyhisselam bundan xush bo'lib ketdi degan. Aladigan mukofotni musobaqa qatnashchilardan biri yoki musobaqa qatnashmaganlardan biri bergan bo'lsa, qo'l bog'lashish halol bo'ladi. Ammo musobaqa qatnashchilarining tang pul chiqarib, hamma pulni musobaqada tutgan odam oladigan bo'lsa, bu cheklangan qimarning dal o'zidir. Payg'ambar alayhissalom qimar o'ynashga ishlatilgan bunday otni shaytonning ati deb atab, uningdan pul tepishnimi, uning g'alab berishnimi, uni minishnimi gunoh deb qaragan va bunday degan: "Otlar Rahmanning ati, insonning ati va shaytonning ati deb uch xil bo'ladi. Rahmanning ati bo'lsa Alloh yo'lida ishlatilgan ot bo'lib, uning alifi, keziki, suydiki qatorliq har qanday narsada yaxshilik bor. Ammo shaytonning ati bo'lsa qimar yoki qo'l bog'lash ishlatilgan otdir. İnsanning ati nasllantirib foydalangan ot bo'lib, u nomrodlikni yo'gaydi." Ovlash. Ovlash islom yo'l qo'ygan foydali o'yin tomoshalarining biridir. Amaliyotda u o'q va nayzada qurollar bilan bo'lsin yoki it, burgut qatorli hayvonotlar bilan bo'lsin, ham ko'ngil ochish, ham tantarbiya, ham jon boqishdan iboratdir. Islomning bu vaqtga qo'ygan shart va ko'rsatmalarini biz yuqorida ikkinchi vaqt bayon qilib o'tdik. Islom dini ikki xil ahvolda ovlashdan cheklangan. Birinchisi haj va umraga ihrom olgan holat bo'lib, bu holatda inson to'liq tinchlik bosqichida bo'lgan bo'ladi. Shunga o'ltirsa qon to'ksa bo'lmaydi. Alloh taolo bunday deb ko'rsatdi: "Ey iymon etganlar, sizlar o'ni ihromda yoki haram turib o'ltirmanglar. Madomiki sizlar ihromda bo'ldikansizlar, quruqlik ovlari sizlarga harom qilindi." Ikkinchisi, Makkadagi haram rayoni bo'lib, islom bu rayonni ustida mangan, osmonda uchgan yoki tuproqda o'sgan har qanday jonliq koinotlar uchun tinchlik va amonlik rayoni qilib bergan. Payg'ambar alayhissalom bu rayon haqida mundaq deydi:
Oğulları oğlanmaydı, dal daraxtlari kesilmaydi, o't cho'plari qirqilmaydi. Şişqal oynaş. Qimar aralashgan har qanday o'yin haromdir. O'ynagan odam ya ufturadigan har qanday narsa qimor qatoriga kiradi. Bunday qimarni Qur'on Karim aroq, tiklangan toshlar va pal o'qlari bilan birga bir qatorda bayon qilgan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki hamroyiga kel qimor o'ynayli desa, sadiqa beribsin. Demak, qimor o'ynash qilingan taklifning o'zida sadiqa berib yuyish kerak bo'lgan gunoh hisoblanadi. Şişxal və şunun oxşayan oyunlara qimar aralashsa, barlıq alimlar onu haram deb qaraydı. Navada onun qimar aralashmasa, alimlarning ko'pchiligi uni haram deb qaraydi. Ba'zi alimlar haram emas, makruh deb qaraydi. Haram deb qaraganlar Payg'ambar alayhissalomning bu hadisiga asoslangan. Kimki nardashir o'ynasa, xuddi qo'lini cho'shqining go'shi bilan qiynoq bo'lgandek bo'ladi. Hazreti Abu Musa radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan: Kimki nerede oynaydigan Allah ve onun peygamberiga asiylik qilgan bo'ladi. Bu ishga hadis qimor aralashsin yoki aralashmasin, nerdga o'xshagan o'yinlarning haromligini ko'rsatdi. Imom Shavkani mundaq deydi: Ibn Mughaffal va Ibn Musayyibning qimor aralashmagan holatda nerd o'ynashga ruxsat qilganligi rivoyat qilingan. Ular yuqorqi hadislarni qimor o'ynaganlarga qaratgan bo'lsa kerak. Şahmat oynash. Şahmat o'yini mashhur o'yinlarning biri bo'lib, olimlar uni o'ynashning hukmi haqida mubah, makruh va harom deb uch xil qarashda bo'lgan. Harom deb qaraganlar Payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilingan bir qancha hadisga asoslangan bo'lsa-mu, lekin muhaddislar buni rad qilgan. Hamda shahmatning Payg'ambar alayhissalom davrida emas, Payg'ambar alayhissalomdan keyin sahobalar davrida ondan paydo bo'lganligini, shunga bu haqda rivoyat qilingan hadis bo'lsa qabul qilinmaydiganligini muayyanlashtirgan. Yana ba'zi olimlar shahmatning Allohning zikridan, namozdan to'silganligiga asoslangan bo'lib, bu İmam İbn Taymiyya va shu yo'nalishga olimlarning qarashidir. Ammo sahobalarning shahmatga qarta qarashlari o'xshash bo'lmagan. Hazrat Umarning o'g'li Abdullah radhiyallohu anhu shahmat haqida u nardim yomon degan. Hazrat Ali u qimarning bir xili degan. Balki u qimor aralashgan shahmat o'yinini ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Yana ba'zilardan shahmatning makruhligiga rivoyat qilingan. Yana bir qism sahoba va tabiinlarning shahmatni mubah deb qarorligi rivoyat qilingan. Ularning ichida Hazrat Ibn Abbas, Abu Hurayra, Ibn Sirin, Hisham ibn Urva, Said ibn al-Musayyib va Said ibn Jubayr qatorli zotlar bor. Biz mushu mashhur zotlarning qarashini to'g'ri qarash deb qaraymiz. Chunki yuqorida aytganimizdek, u aslida halol narsa. Uning haromligiga hech qanday bir isbot yo'q. Buning ustiga uningda ko'ngil eshitishdan boshqa fikr qilish qobiliyatini chiniqtirish qatorli foydalar bor. Shunga bu nerd va nerd qatoridagi o'yinlarga o'xshamaydi. Bu jihatga olimlar mundaq degan: nerd qatorli o'yinlar ta'liga tayanganlik uchun qol ochqonga o'xshaydi. Shahmat bo'lsa moyillik va aql ishlatishga tayanganlik uchun marganlik musobaqasiga o'xshaydi. Shahmatni mubah deb qaraganlar tuvandagi 3 shart bilan mubah degan. Birinchi, shahmat sababidan namozni kechiktirib qo'ymaslik shart. Chunki uning eng chong xatari vaqt o'g'irlab, muhim ishlarni kechiktirishdir. Ikkinchi, uning qimor aralashib qolmaslik shart. Uchinchi, o'ynaganda sa'at nachar so'zlarni qilishdan saqlanish shart. Bu 3 shartga yoki uning biriga rioya qilmagan taqdirda uni mubah deb qaraganlarmi harom deb qaraydi. Naqshi musiqa. Ko'ngilni ichib xush qiladigan va quloqqa yoqadigan o'yin tomoshalarning biri naqshidir. U hissiyotni qo'zg'aydigan, axloqni buzadigan hamda millatning muhim g'oyalari va cho'ng masalalari ustida qamishni g'ofil qoldiradigan xatarli quroldir. Bunday o'yin tomoshaning yomon yeri shuki, u tarixdan buyon rohat farog'at va sharaf so'rinlari bilan chetilib, iffat nomus va tirishchanlik fazilatlarini yo'qotgan bir qism bekor talablarning turmushining ayrilmas bir parchasi bo'lib qolganligi hamda tarixdan buyon suyuqlik va yalang'ochlik bilan sifatlangan din ahkomlari va taqvodorlar axloqida yiroqlashgan kishilarning naqshini kesib olganligidir. Bu sababdan diniy tuyg'u ko'pincha ahvollarda uningdan nafratlangan va nafratlantirgan. İslam ulamolarimi uningga qarata harom, makruh va mubah degandek o'xshashmagan qarashlarda bo'lgan. Amaliyotda olimlar bir qism naqshlarning haromligiga birdek ittifoqlashgan. Shuningdek, yana bir qism naqshlarning mubahligiga ittifoqlashgan. Yana bir qism naqshlarda bo'lsa, qarashlari har xil bo'lgan. Hammaylar birdek harom deb qaragan naqshlar bo'lsa, gunohni o'z ichiga olgan yoki gunohga targ'ib qilgan, tashviq qilgan naqshlardir. Hammaylar birdek mubah deb qaragan naqshlar bo'lsa, kishi o'ziga g'ingshib o'qiydigan pokiz naqshlar, ayoli eriga o'qib beradigan naqshlar, padishlar pada o'qib beradigan naqshlar, yana ayollar to'y-to'ylarda o'zaro o'qishadigan an'anaviy naqshlar va shunga o'xshagan naqshlardir. Bundan boshqa naqshlarda bo'lsa, qarashlar o'xshashmaydi. Mening qarashimcha, naqshining o'zida chatoq yo'q bo'lib, u islom halol qilgan narsalar qatoriga kiradi. Lekin gunoh naqshi mazmuni yoki naqshi bilan chetilib kelgan ahvollarda bo'lib, buning sababidan
Naqsha halal dairədən haram dairəyə çıxıb ketidi. Hətta naqsha oxuş, Eid bayram, toy tökün, uzun səfərdən qaytish, ziyafət və to'y münasibətlərdək xushal-xuramlıq paytlarda mustahab bo'ladi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın aytishicha, ular to'yda kelinni bir ansariyning uyiga yo'tkab apargan. Qaytib kelganda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ey Ayşe, o'yin tomosha bo'ldimi? Ansarlar o'yin tomoshaga amroq." Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq deydi: Hazreti Ayşe tuqqanlarning birini bir ansariga qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom kelib, "Qizni yo'tkadinglarmi?" deb so'radi. Ular "Ha" deb javob berishdi. Payg'ambar alayhissalom qiz bilan birga naqsha qo'ydiganlarni elib bordinglarmi deb so'raganda ular "Yo'q" deyishdi. Buni anglab Payg'ambar alayhissalom ansarlarga g'azalga amroq qilib, "Qizni yo'tkaganda bizlar keldik. Assalom danglar deb naqsha qo'ydiganlarni bil avassanglar bo'lmasmidi?" degan. Yana Hazreti Ayşe'nin aytishicha, Qurban Hayit kunlarining birida biz Minodagi chog'da yenimda ikki qiz zapchilik o'qiyotdi. Payg'ambar alayhissalom kemiga yuvinib yotadi. Hazrati Abu Bakr kirib, ularga taqtani qildi. Payg'ambar alayhissalom buni anglab yuzini ochib, "Ey Abu Bakr, ularni to'simag'in, chunki bu ayam kunlari" degan. İmam Gazali İhya Ulumuddin'da ikki qizning naqsh o'qiganligi, Habashlikning Payg'ambar alayhissalom masjidida nayz o'ynaganligi, Payg'ambar alayhissalomning ularni qiziqtirib, "Qani nochiliklarni ko'rsanglar" deganligi, yana Hazreti Ayşe'ga ko'rishni xohlamsiz deganligi, hamda Hazreti Ayşe zerikib bo'ldi degicha billa turib berganligi va Hazreti Ayşe'ning qiz do'stlari bilan qo'rchoq o'ynaganligi haqidagi hadislarni bir qo'r bayon qilgandan keyin mundaq deydi: Mana bu hadislarning hammasi ikki sahih hadislar to'plamida bor. Bu hadislar naqshi bilan o'yinning harom emasligi aniq fakit. Yana bu hadislarda ruxsatlikning tövəndiki bir necha xil dalillar bor. Birinchi, o'yinga ruxsat bor. Chunki habasliklar nayz o'yini o'ynaganda usul o'ynaydiganligi hammaga ayon. İkinci, uni masjidda o'ynaganligi. Uchinchi, Payg'ambar alayhissalomning qani nochiliklarni ko'rsanglar degan so'zi o'ynashga qilingan buyruq va talab tursa, buni qandoq maram degili bo'lsin? Dördüncü, Hazreti Ebu Bekri ve Hazreti Ömer'le onların to'sqinli qo'ymay, bu ayam kunlari deb sebep ko'rsatishi. Chunki ayam kunlari xushallik kunlari. Naqsh o'yin bo'lsa xushallik keltiradigan narsalardir. 5. Hazreti Ayşe'ga billa ko'rishib berish uchun uzun turganligi va anglab qo'yganligi. Bu ayollar va bolalarga siyliq muomala qilib, ularga o'yin tomosha ko'rsatish orqali ko'nglini ichishning, o'yin tomoshani qattiq cheklab tark dunyo bo'lishdan afzal ekanligiga dalildir. Payg'ambar alayhissalomning boshida Hazreti Ayşe'ga ko'rishni xohlamsiz degan so'zi. 7. Ikki qizga dapchilib naqsh o'qish ruxsat qilganligi. Yana ko'plagan sahoba va tabiinlarning naqsh anglaganligi va naqsh anglasi bo'ludi deb qaralganligi rivoyat qilingan. Ammo naqshni cheklash to'g'riliq kelgan hadislarga kelsak, ularning hech biri hadis olimlarining tanqididan xoli bo'lmagan. Qozi Abu Bakr ibn al-Arabiy mundaq deydi: Naqshni harom deydigan hech qanday sahih dalil yo'q. Imom Ibn Azm mundaq deydi: Naqshning haromligi to'g'risida rivoyat qilingan hadislarning hammasi yolg'on. Lekin naqsh usul ko'pincha ahvollarda rohat farog'at, aroq va ayshira so'rinlari bilan chetilib qolg'achqa, ko'pincha olimlar naqsh muzikani harom deb qaragan yoki qattiq harom deb qaragan. Ularning ba'zilari mundaq degan: Naqsha tövəndiki oyatda zikr qilingan behuda gap so'zdir. Alloh taolo mundaq deydi: Ba'zi kishilar bilimsizlikdan Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi va Allohning yo'lini masxar qiladi. Ana shular qo'rqiluvchi azob duchor bo'ladi. İmam İbn Azm mundaq deydi: Oyatda sifatlangan ishni qilgan kishi kafir bo'ladi. Agar Allohning dinini masxar qilsa, hatto dindan ozdirish uchun Qur'on setib olsa, kafir bo'lib ketadi. Buningda hech qanday ixtilof yo'q. Alloh taolo oyatda ana shunday qilganlarni ayblagan. Lekin behuda so'zni Alloh yo'lidan ozdirish uchun emas, o'zini aram oldirish va ko'ngil uchun setib olganlarni ayblamagan. Ba'zilar mundaq degan: Naqsha haq so'z emas. Bundaq bo'lgan ekan, u cho'qim ozg'unlik va gumrohlik bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: Haqiqatdan qolsa, gumrohlikdan boshqa narsa mavjud emas. İmam İbn Azm ularga mundaq deb radiya bergan: Payg'ambar alayhissalom amallar faqat niyatlarga bog'liq, har kishiga faqat niyat qilgan bo'ladi degan. Shunga kimki naqsh anglash orqali gunohga yaqinlashmoqchi bo'lsa, u fosiqdir. Naqshdan boshqa narsalarmi shundoq. Kimki texim yaxshi ibodat qila oladigan bo'lish uchun, hamda yaxshi ishlarni texim tetkik qilish uchun o'zini aram oldirishni maqsad qilsa, gunohkor bo'lmaydi. Buning qilgan ishi haq ish bo'ladi. Kimki taat yoki gunoh ishni maqsad qilmasa, qilgan ishi behuda bir ish bo'lib, bu kechirilib ketadi. Xuddi odam bog' bo'stonlariga sayloqqa chiqqanda, darvozasi oldida ko'cha qarab o'tirganga yoki kiyim-kechaklarni ko'k yoki yeshil yoki boshqa rangda bo'yab olganga o'xshashdir. Naqsh musiqining muboh bo'lishining shartlari. Birinchi, naqsh mazmuni islomiy aqida, ahkam, adab, axloq va ko'rsatmalarga zid kelmaydigan bo'lishi kerak.
Masalan, ilohiy aqida yoki payg'ambarlik yoki oxiratga aloqador din asoslarini masxar qiladigan naqshlar butunlay rad qilindi. Aroqni madiylagan va ishga tashviq qilinadigan naqshi bo'lsa, bundoq naqshni o'qish va anglash harom bo'ladi. Ikkinchi, naqsh mazmuni islom ko'rsatmalariga zid kelmagan taqdirdami, naqshchi naqshni o'rindashda suyuqlik qilib, qasddan shahvat qo'zg'ab, axloqsizlik va fitna fasod qiziqtiradigan bo'lsa, bu o'rindash usul orqali o'qigan naqshni halol doiradan harom doiraga o'tkazadi. Chunki ba'zi naqshchilar naqshni og'zi bilan emas, balki butun jismi, qiliqlari bilan o'rindaydi. Uchinchi, islom dini har qanday narsada, hatto ibodat qilishdimi chekini oshirishga qarshi turgan tursa, o'yin tomosha va vaqt o'tkazishda chekini oshirishga qarshi turmasmi? Vaqt hayot emasmi? Cheksizki, zo'rur emas ishlarda vaqt isrof qilinsa, zo'rur ishlarning vaqtini egilib oladi. Bu vaqtda mundoq deyilgan: isrof qilishli bo'ladigan, cho'qim yanada zoyi bo'ladigan bir vojiblar bo'ladi. To'rtinchi, ba'zi naqsh muzikalarga har kim o'z baho bersa bo'ladi. Masalan, naqsha yoki muzika hissiyotni qo'zg'ab, buzuqchilikqa sabab bo'ladigan bo'lsa, uningdan darhol yiroqlashib, qalbga va axloqiga yomon ta'sir beradigan shamol eg'zini to'sib o'tish kerak. 5. Naqsha aroq-sharob ichiladigan so'rinlarda o'qilish yoki yalang'ochlik va axloqsizlikdek boshqa harom qilingan narsalar bilan chetilsa, bundoq ahvolga naqshni o'qish, ko'rish va anglash harom bo'lganligida hech qanday ixtilof yo'q. Mana shundoq sharoitda o'qilgan naqshni aytgan va anglaganlarni payg'ambar alayhissalom qattiq ogohlantirib, bundoq degan: ummatimdan bir qism kishilar muzikalar bilan ayol naqshlar o'yin ko'rsatgan yerlarda o'ltirib, aroqni har xil ismlar bilan atab ichmay qolmaydi. Alloh ularni yerga yutqizib o'tadi. Ularni maymun va cho'chqalarga aylantirib o'tadi. Ularni maymun bilan cho'chqaga aylantirib o'tish uchun ularning suratini o'zgartirish shart emas. Balki ko'ngil, vijdon va ma'naviy dunyosini o'zgartsa, inson qiyofasidagi bir tanda maymunning ko'ngli, cho'chqining ro'yi dunyosi shakllangan bo'ladi. Bu temaning kishilarning hayotida muhimligini ko'z tutib, naqsh muzika hukmida haqida texmi cho'nqur va kengroq izinib, Fiqhul g'ina val musiqa degan bir kitob tuzdik. Buningda ahkamlarni, dalillarni tafsili bayon qildik. Qimor aroqning juftidir. Qimor degan o'yinog'ichi utish yoki uttirishdan, ya'ni foyda ziyandan xoli bo'lmaydigan o'yindir. Islom dini nurg'ulg'an o'yin tomoshalarga yo'l qo'ygani bilan qimor aralashgan har qanday o'yinni harom qilib o'tgan. Biz yuqorida kimki hamrohiga "Kel qimor o'ynaylik" desa sariq qilib etsin degan hadisni bayon qilib o'tdik. Musulmon kishiga qimor o'ynab ko'ngil achish va bo'sh vaqtini o'tkazish halol bo'lmagandekla, har qanday ahvol ostida pul tepish uchun qimor o'ynashimi halol bo'lmaydi. Islom qimorni keskin harom qilish orqali bundoq ulug' g'oyalarni ko'zlaydi. Birinchi, islom musulmonlarning pul tepish jihatda Alloh belgilagan qonunlarga rioya qilib, uylarga tomdan ortib emas, ishkirin kirson, tar oqqizib, savab qilib pul topsin deydi. Qimor, loteriya o'yinlari shundoq. Kishini ishlash va tar oqqizishga emas, talay, tasodibiylik va quruq orzularga tayindan qilib qo'ydi. Ikkinchi, islomda har qanday bir kishining mol-mulkining o'ziga xos hurmati bor. Shunga uni boshqalar ya qonunliq so'zsiz orqali, ya ko'ngli rozi bo'lib sovg'a qilish yoki sadiqa berish orqali olmasa, nahaq ilishi to'g'ri bo'lmaydi. Qimor o'ynab elib olsa-mu, boshqalarning mol-mulkini nahaq olgan bo'ladi albatta. Uchinchi, qimor o'ynovchilar ig'izda rozilikni ifodalagan bo'ladi. Ularning o'rtasida o'chmanlik va adovat tug'iladi. Chunki ular har zaman ya ustudi ya usturadi, ya foyda oladi yoki ziyon tortadi. Uttirayotgan qimorboz ba'zi lamjim nimagan taqdirdimi, ziyon ochiq bo'lg'achqa ochiqni yutib, dardini o'zi biladi. Navoda chidamay urushib qolsa, lazzat turmay jidallashadi. To'rtinchi, umidsizlik uttirayotishni birinchi qatim uttirayotgandan qaytib to'ylash uchun yana o'ynashga istarsa, tutgan odam tatbiq bo'lg'achqa, texmi ko'proq utish uchun qayta o'ynaydi. Uzun o'tmayla uttirishga boshlab, qalbi shodliqidan mag'lubiyat g'amiga yetkaziladi. Mushundoq bo'laverib, oxiri har ikkalan qimor so'rindan ketilmaydi. Qimor o'ynaganlarning qimorni tashlolmasligining siri shu. 5. Yuqorqi sabablar tufaylidan qimor shaxsga nisbatan xatarlik bo'lib qolmasdan, balki butun jamiyatga nisbatan xatar intayin cho'ng. Qimor vaqt va kuchni isrof qilib, qimorbozlarni ishlatadigan, ammo ishlab chiqarolmaydigan, jamiyatdan foyda oladigan, ammo jamiyatga foyda yetkazolmaydigan bekor talablarga aylantirib turadigan o'yindir. Uning ustiga qimorbozning o'ziga, oilasiga, millatiga va Parvardigoriga qarata urinish kerak bo'lgan burchini ado qilishga hech vaqt chiqmaydi. Qimor ustunligi bog'lanib qolgan odamning qimor uchun dinini, iffat nomusini, vijdonini va vatan millatini setib o'tishi kerak emas. Chunki uning qimorga bo'lgan sadoqatmanligi boshqa har qanday narsaga sadoqatman bo'lishga to'salg'i bo'ladi. Shundoqla qimorbozga har qanday narsani tikishga odatlantirib o'tgachga, yo'q foydani ko'zlab,
dinini, şerefini ve milletini mi tikip kumar oynaşı her vakit mümkün. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve ahkamlarda arak bilen kumarını bir qatar sanıganlık hakkında sebepsiz emas, çünkü arak bilen kumarning şahs ve aile vatan ve ahlakka keltiradigan ziyini o'xshab ketadi. Qimorvoz aroqkesh kebek o'xshaydi. Balki qimorvoz odatda aroqkesh keladi. Aroqkeshmi qimorvoz keladi. Qur'on Karim bizga aroq bilan qimorning shaytonning ishi ekanligini tushuntirib, ularni tiklangan tosh va qal o'qlari bilan birga bir qator sonishi hamda bizning bundoq maynat narsalardan yiroq turishimizdan kerakligini ta'kidlashi haqiqatan to'g'ri. Qur'on Karim mundoq degan: "Ey iymon etganlar, aroq ichish, qimor o'ynash, butlarga cho'qinish, qal o'qlari bilan pal sezish shaytonning ishi. Paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi yanmamsizlar? Lotereya o'yinlari qimordir. Har xil turdagi lotereya o'yinlari qimorning turlari bo'lib, qandoq atalg'i bilan atilishidan qat'iy nazar uning sababqorlig'i bo'lmaydi. Ba'zilar bundoq qimorlarni uyushtirib, uningdan kelgan kirimni xayr-saxovat yoki insonparvarlik degandek chiroyli qismlarini o'ttirib chiqadi. Qimorni bundoq maqsad bilan o'ynagan odam xuddi xayr-saxovat ishlariga yordam to'plash uchun fohish qilgan ayollarga o'xshaydi. Biz ularga Alloh faktor, fakdan boshqani qabul qilmaydi deymiz. Bundoq usullar bilan yordam to'plamoqchi bo'lganlar jamiyatda xayr-saxovat suyarlik tuyg'usi, rahimdillik va yaxshilik qilish ro'yi yo'q. Mushundoq cheklangan o'yin tomosha yoki qimor orqali pul toplamsak boshqa yo'l yo'q deb faraz qilishdi. Ammo islom dini jamiyatga bundoq qaramaydi. Balki u insondagi yaxshilik qilish ro'yiga ishonadi. Shunga isil g'oyaga haq choradan boshqani qo'llanmaydi. Bu chora bo'lsa yaxshilikqa chaqirish, insonparvarlik ro'yini qo'zg'ash va Alloh bilan oxiratga bo'lgan iymonni uyg'otishdir. Kino va sahna o'yinlari. Ko'plagan musulmonlar islomning kino va teatr, shunga o'xshagan san'atlarga qanday qaraydiganligini, musulmon kishi uni ko'rsa bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'rashidi. Cheksizki, kino va sahna san'atlari boshqa qurollarga o'xshashla oqartish va ko'ngillashish qurollarining muhim bir turidir. Uni ya yaxshilikqa ishlatamiz, ya yomonlikqa. Lekin uning o'zi harom emas. Uningga beriladigan hukm o'ynaladigan rolga qarab bo'ladi. Bizning qarshimizcha u haloldir. Balki texi tövəndəki şərtlər tepilib qalsa, səhna sənətləri müstəhəb və lazım buludur. Birinci, məzmuni İslam əqidəsigə, şəriətigə və ədəb əxlaqlara xilaf gəlməsligi, buzuqçılıq və yalançılıqdan xali buluş kerak. Lekin şəhvanilikqa, günahqa, cinayətə, načar ideyalarga təşviq qiladigan bo'lsa, haram buludur. Uni ko'rish musulmon odamga haram buludur. İşləb chiqarsa yoki ishlanishga qatnashsa, texim haram buludur. İkinci, uni ko'rish diniy yoki dunyoviy majburiyatni ado qilishga to'sqinlik bo'lmasligi kerak. Diniy majburiyatning eng boshida Alloh taolo har bir musulmonga har kuni farz qilgan 5 vaqt namoz turadi. Shunga musulmon odam bir kino ko'rish uchun shom namozidek bir farz namozni zoya qilsa bo'lmaydi. Alloh taolo mundaq degan: "Shundoq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi." Oyatdagi g'aflat degan so'zga namozning vaqti o'tib ketgangichilik kechiktirish deb ma'no berilgan. Qur'on Karim yana aroq bilan qimorning harom qilinishining sabablaridan biri uning namoz va Allohni yod etishdan to'sish ekanligi deb ko'rsatgan. 3. Kino teatrxonalarda yot er va ayollar chaplashib o'tirmasligi kerak. Chunki bu o'yinlar qorong'uda bo'lib qo'yilg'achqa, o'ltirishga diqqat qilmasa fitna va gumon tug'iladi. Hadisda mundaq deyilgan: "Biringlarning boshiga yingna yoki juvaldirish sanjilishi halol bo'lmaydigan ayollar qo'lini tekkizganda yaxshiroq."